Men Londonga teçemen kelip aldım. Londonda 4 gün buluman. Şu London'un şehir merkezinde bir bağçı var, Hyde Park dep. Aşu bağçının yendilla bir otel aldım. Hazır mana yatıqımga kirip oturuşum. Ma yataq kirip birinci bulup Abdülkadir Jaloliddin'ninki London'daki Uyghur balaları degan seri isimga keldiğime yataq kiripla 2008-yılı odayman men Atlandı İngilizce öğreniyotgan çağda bizning bir İngilizce ma'lum batdi Atlandı şu vaqtida Azmat ma'lum deb pek suyumlik bir ma'lum deb sevindim o ma'lumni. Aşı ma'lum bizga Londondagi Uyghur balaları degan she'rni o'qib berganti bir jurnaldan. Şu vaqtida ajoyib bir esimda qolibdiki aşı she'r va aşı Londonga men bora olamanmi, bir kun men ko'ramanmi aşı Londonlarni deb shunday bir xiyollarni qilib ketgandim shu vaqtida. Taqdir qismat ajoyibki bugun mana Londonga keldim. Abdülkadir Jaloliddin şu she'rida tasvirlagan yataqlarda o'tirib turibdim mana. Ziyaretçi alim degan ataqda kelip yattım katekçilik yataqda deb şu katekçilik yataqlar mushu yataqlar o'xshaydi. Kulgimiz kelib ketadi ma yataqqa kirsimiz. Men rasmda ko'rgan chog'da bunday kichik ko'rinmagan bu yataq. Hozir kelib men kulyaptim ma yataqimga. Bir ko'z tetayasdagi yataqimni naq aşı she'rda tasvirlagan aşı katekçilik yataq, mushu yataq shu. Köygünüzdeki ışıktan kiraman. Mana kirgan yerda suvxonam bor ekan bu yerda monchisi. Mana shu yataqim. Bu yerda bir karvatdan, bu yerda bir necha ustal. Bu yerda manda ichildikan mavnimlar texi. Bu yer asti aynaklar ko'rinlarmi? Şu yatakta yattım bana kelip katekçilik. Bu boğunu Abdülkadir Jaloliddin'ni eslab yatırgan buldum 4 gün muş yatakta. Men hozir azroq nasrimni yig'ishtirib birdamdan keyin bir inim kelmoqchi, shuning bilan birga tamoq yegin chiqmoqchi. Balama chidimidim ma yatakdan ertli chiqtirganda qilib turman. Nega mansam hammaga putush bermanga. Qaralama chamadimni miya kiyibetdim. Qaralama mangdiga ya qamidi nasrimni qo'ydiga ya qamidi. Bir qanda yataq, mushunda yataqqa 4000 kron to'ldim ma. Rasmi ochgan keldi ha. Men hozir darhol chiqatmasam ma yataqdan ichimda shat pishib ketdi, his qilib ketdi. Oh, the load is heavy and the road is long. Gotta try not to worry. Gotta try to be strong. Lead me to a better day. Oh, I'm on my way. Ease the trouble I had yesterday. I wanna hear you say, hey, what? Say yes. Alright, I'm gonna do it this time. Hey, what? Say yes. Alright, I'm gonna do it this time. Lord, my soul is fragile and my bones are weak. How long must I travel to find what I seek? Lead me to a better day. Oh, I'm on my way. Good morning guys. London vlogimdaki tunji kuniga xush keldinglar. Tunugunda vlog qildim. Tunugun men Londonga kelib yataqqa kiribli bir arvoyim ushqan vlog qildigan. Energiyarim maqamida raskatni qilsam yataqni ko'rib
acayip bir naçar yatak ilyaptım. Şäherniň otursadan aldım dep alsam bu yatakny. Hemmeýäge ýakyn şäher içi hotelimden 5 minut maňsamla Paddington dep bir çoň metro bekdi bar. Şu şäherniň merkezi dep alsam katty ýaxşy yatak alanmapdym. Teşirin çyraýlyk göýgüni bilen. Indaýmys teşip halpal içi galgaldymdyk. Nak aşynda yatakka. Tünügün bir öý bäri 4-nji gawatydan liftime ýok. Çamarnymny açykça jenim çikdelip galdy. O öýge kirip katek öýüniň içi katty tugum kämdeýlik yatakda bir ýyly turgan ýeriňiz ýaxşy bolmasynmyçy, ýyly keypiýatyňyzga täsir kıldyjy. Maňa aşynda täsir kıldy, keypiýatym birden laş kılıp. Şu tünügün kelip näsirimni ançy-munçy ýygyşdyrypla bir inim batdy, Londonda ýaşaýan. Şu inim bilen görüşipdim, berip bir Uýgurça aşganda. Tunjy gytym Londonga kelip, odulla Uýgurça aşganga bardyk. Lagma ýapdyk, kebap ýapdyk, ýani başga tamaklarny ýapdyk, aşynda kılıp. Bir jaň Uýgurça tamaklarny ýap, ondan keyin Piccadilly Circus dep atrapyda bir bazar bolgan bir koçylary barkä. Eşäni arlapdyk, aşynda kılıp, men 9:20 ollarda gaýtyp geldim go daýman ýatgymga. Tünügün şu baldyrak ýataý dep, kişi çarşak etkendim. Kelsem ýatgymnyň içi diýenden dehşet soğuk, ya par ýok, hiçnimesi işlemeýärki ýataknyň içindeki açygymdy. Ýatamdymyş ýatakda, vay. Pulumda gaýtyrbasyň kalan günlerniki başga ýatak dep çykdaý dep tövendeki receptionga çıksam bir mulazymat üçin ýaxşy bir bol batdyk ýaşy bala. Kirip ýatgymny görüp, men saňa ýeňi bir ýatak almaşdyryp biräý birinji gawatda. Şu saat 10 olgan çagda ýatak almaşdym. Näsirimni gaýtadan ýygyşdyryp, bütün näsirimni men çöküp teşeğe çykyp bolgandym çamarymyň içindeki. Olany gaýtadan gaçylap, birinji gawatga ötüşüp, ýatgymga düşdüm. Bu yatakmı okşaşlı bir yatak ya şu katektek eskanda bir çoğun farkı yok. Ama birige para işləyirken, yani bir 4-nji gawatyky yatgymdan sel çoňarak ýama yatak. Şuňa çykyp berakmys yatak turup kaldym aşynda kılıp. Mäňde taýýarlyklarym bitdi, saat 9 opdy hazır. Bugün vlog kılmam bugün ras. Hazır birinji çykyp kılgan işim yataknyň ismini, teşini vlogumda kösetmekçi sizlerge. Londonga kip kalsanlar, hergiz yatakta yetip kalmanlar. Karçış körüsler, hayatınlardaki bir karçış, yatakta yazsanlar. Şunlaşka yatakını köstemen da kartizmlikinlarga kirgiz ettinlar. Londonga gelsem yatakta yatmayman dep. Yatkınlı köstüp koyman ismini, onundan keyin çıkıp azrak naştılık kılman, bir kahvahan tepip, kahva içip, naştılık kılıp. Bugün yani aş inim bilen bugün bir gün birle arlaymiz. Birinci bolup British Museum, yani Britanya muzeyxanasıga barmız. Bu muzeyxanga elbette Avrupadaki, dünyadaki en çok muzeyxanlardan birisi. Bu körüşki tegişlik muzeyxanlar. Şunlaşka birinci bolup muzeyxanga barmız. Ondan keyin çıkıp Big Ben, şu derya bağı, Thames deryası ilandık. Şu derya boyunu boylap, birden arlayımız, körüp, London Eye, Big Ben, Parliament, eşelerini körümüz, yerlerini körüşki tegişlik yerler ya London'unki. Ondan keyin düştünkin saat 5'ge, yana bir Uygurca restoranga barmakçı. Elbette kelgenden keyin Londonda 5 Uygurlarning restorani bar ekan. Qangacha Uygurcha tamak to'yib ketmasam bo'lmaydi, chunki Stockholmda Uygurlarning oshxonasi yo'q. Shu bugun jiqplalar yo'q. Eng muhimi shu British Museumga boramiz. Bugun vlog tartman sizlar uchun Londondagi tunji kunim. Şunlaşqa bugundan boshlab vlog tartishni boshlayman. Undan sonra ketdik ma'lum narsalarni yig'ishtirib, yatakdan chiqatmasam ichim siqilib ketdi. To'g'ri kelmayotgan yatakda uxlash uchun kirib qilsangiz rasmiy. Alright, let's go. I'm ready tayyorlig'im bitdi, chapirimni kelsam bo'ldi. Welcome to London.
Bu binaları vekşi London çıraya. Bu binaları. Okay, men sizlarga turayotgan yotqinni ko'z qo'yay mushu mana ko'ringlarmi? ABC Hyde Park Hotel deb. Hayotinglarni hargiz ezib kezib, mav hotelga kelib qolmanglar. Mushu ko'chachi bolalar. Mushu butun ko'cha, mushu ash ko'chadan tortib, ash tarafgacha, A tarafidami, yo'lning ochidida ash tarafida, mush tarafgacha butun hammasi shunday kichik hotellarga danglar. Agar 4 star, 5 star hotel bo'lmasa, hargiz mana kichik hotellarda turmanglar. Sharoiti ajoyib nacharkan. Deb qo'ydim bugun sizlarga. Esinglarni chin tutinglar aqay. Unda bo'lsa, hozir men yotoqdan chiqdim. Azroq nashliq qilib, undan keyin arlaymiz. Londonninki qo'ng'iz mashinalari, taksilari mana shundoq qo'ng'iz taksilar kelmasi. Hanim bo'lsa yana bekmo so'g'aq emasga London 0 dan 3 gradus hozir. Men kelishdim bir kun burun Londonda ajoyib qayg'ibdi anglashimcha. Xeyli uzoq yillar bo'libdi unda qayg'ib baxmani. Ko'rdinglarmi? Hammasi hotellar. Shuni kichik filib olgan hotellar. Shunashqa bek hotelni yaxshi tanlanglar Londonga kelib qolsanglar. Londonda yo'ldan o'tsanglar, menda deb birdik. O'ngga qarab o't, so'ngga qarab o't deb ko'ringlarmi? Look left deydi. Men o'tgan chog'da so'ng tarafga qarab o'tamiz. Mishani yaxshi ko'rdim. Yani o'xshamaydigan taraflari bor ekan. Ko'ringlarmi? Yerda look right deydi. Turayotgan hotelimning atrofi sapli bozor bo'lgan yerlarga, shunday sayohatchilarni vakshichiq. Sapli shunday kichik do'konlar. Bu yerda bir qahva bor ekan, Bella Italia deb, shunday kremiya. Adam liqmiliq yanında. Ne mansam azraqla 5 minut mansam Paddington stationga bak kelmankan. Oy bu Paddington degan bekatmi cho'ng bir bekatga qaranglar. Yani uzun yo'lli poyezdlarmi ma'lum bir bekatga tushadi. Oy bu men xato yeri kelib oldimmi qandaq? Men hozir nimga chiqishim kerak? Underground chiqishim kerak. Mavu train stationsga. Tamam, men underground tapay. Londonda ras metro subway demaysiz, underground deysizlar, jumlalar. So here I am at Paddington Underground Station. Londonda bilet alsangiz bo'ldi ekan, bank kartangizni imdal taqsingiz bo'ldi ekan. Bu yeri o'xshaydi ekan Stockholm bilan. Stockholmda mana bank kartangizni tap qilsangiz bo'ldi. Ya Apple Pay, Google Pay hamsi ishlasangiz bo'ldi. One second, if you prices of it. Mazir Tottenham Court Road keldim. Hozir biz Moon Mouse degan qahvaxonaga berib qahva ichamiz, nashta qilamiz. Ko'rganlaridek Londonniki double decker buslari. Shahar ichida mig'miqga bu mashina hammasi shundoq ko'cha tuzlarga 2 qavatli. Men keldim. Shahar qahva ichamiz bugun Moon Mouse Coffee'dan. Keldim. Adamdek shichiqga amma bir cappuccino aldım. Bir croissant aldım. Londonda qahvaning shuni sizga ko'rganingizdek. O'sha yerda o'tirib ichgan bo'ldim. Shirkka qahva. Bir qahva bir bek payizga haqiqatan. Croissant payizga.
Hazır qahvarimni ichib chiqdim. Bo'ldiki qahvalari shunda payda, ammo do'koni bek kichikka, adam bekchiqga. Shunlashqa bayirib qalsanglar, ideyaringlar tayyorlik bo'lsin, o'tiradigan o'rin yo'q bo'lishi mumkin. Ya'ni sirtda bir talla qo'yib qo'ygan, eshigini oldirib qo'yib qo'ygan bir tane kichik o'rindiq qo'yib aka. O'rtirib qahvarimni ichib qaytdim hozir. Miyada Watch House deb yana bir qahvaxonasi bor ekan. Buningga ertaga o'girlikka kelman. Bu xil yaxshi qahvaxona deb turdi. Hozir biz aylanayotgan shu rayon bo'lsa, Soho rayoni, Soho deb ataldi. Bu yerda asos jihatdan restoranlar, qahvaxonalar, kichik tipdagi magazinlar yig'ilgan bir yer. Ya'ni bozorlayman sanatchiga. So I'm gonna cross the street. So I'm gonna look right. So no cars. Londonda Carhartt'ning do'koni bor ekan. Ertaga o'girlikka kelib arlayman ya'ni. Stockholmda yo'q Carhartt'ning do'koni, shunlashqa. Hozir ochmaga o'xshaydi, texi. Ochmabdi. Yabim sochishdan keyin kelib ko'rib boqaman. Okay, bolalar, men hozir aylanib Londonniki Piccadilly Circus degan maydoniga keldim. Ko'rganlarik. New Yorkning davr maydoni bilan qat'iy o'xshashmisimi? Yani shunda bir maydoni bor ekan, Piccadilly Circus'da. Qancha ko'cha bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ko'cha bor ekan. Londonning har qaysi joylaridan 6 ko'chasi. Angliya poytaxti London, Angliyaning iqtisod, transport va madaniyat markazi. 8 milliondan ortiq nufusi bor bu shahar Yevropadagi eng chong shaharlarning biri bo'lib, ko'p xilligi bilan dangliqdir. Bu shaharda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan millatlar o'ltiraqlashgan. Shunlashqa bu shaharda ko'p millatlarning madaniyati bilan tanisha olasiz va taomlarini teta olasiz. London shahrining 2000 yillik tarixi bor bo'lib, qadimgi Rimliklar tarafidan qurilgan. 1-asrda Rim imperiyasi Britaniya orolini ishg'ol qildi va Thames daryosining ikki qirg'og'ini bo'ylab o'ltiraqlashdi va shu yerni Londonium deb ataydi. Shuningdan boshlab bu shahar 2000 yillik tarixni beshidan o'tkazib, bugungi kunda dunyodagi eng chong shaharlarning biriga aylanadi. Hech qanday o'zgartish qilmagan. Men loyilashimi dugilak degina, unda bir xil to'pilirma. Metrolarning ishimi dugilak o'zi. Biz hozir Piccadilly Circus degan metro bekatida, hozir biz British Museumga bormoqchi. Hey, men rasmiy kichikma o. O'zimniki kichik. 8:20 yo 8 yo 5:20 shu kechdi. Men aşın dep qo'yman deb sana qilin kiyinib chiq deb. Yo, mani kech. Olmagan kundadir. Aqara. Yetni kelgan bo'lsa-chi, katta. Boshqa bir. Mening ichini bir ayliq gallery qilibdi. Sotidan nega Aştama? 180 so'm deydi. O 50 pound, 100 pound deydi. 180 pound gal. Biz hozir British Museumga keldik, mana shu ekan. Oldida o'chira saqlaymiz deyman kirish uchun. O, mushunda uzoq nimdan o'tadi ekanda, yerdan security bor. Miyala meni Gretsiyaga Asinaga bassang, nimbaylaqi, Acropolis debelaqi bir tarixiy bir yer bor. Naq ashaning shu nimlari o'xshatdi ma. Ashu pasunda laylabdi miyalani. yillik tarixi bor Britaniya muzeyxonasi 1753 yili qurilgan va 1759 yili 1-oyda xalqqa ichib o'tilgan.
Bu bir dünya medeniyet mirasları yığılgan musiqanı bulup, 7 milyonga yakın tarihi buyumlar saklanmakta. Britaniya musiqanısının kuruluşuga Hans Sloane degan adam sebep bolgan. Hans Sloane bolsa İrlandiyalik fizikshunos, tabiatshunos, doktor ve tarihi buyumlarni yig'ib saqlag'uchi. U vasiyatnomasiga asosan hayoti bo'yicha yig'ib saqlagan 71 ming kitob, qo'lyozma, rasmlar ve tarihi buyumlarni Britaniya hukumatiga qoldirgan ve Britaniya musiqasining qurilishiga sabab bo'lgan. Bu musiqani Afrika, Asiya, Avrupa, Amerika, O'rta Sharq ve qadimki Misr, qadimki Gretsiya imperiyasi ve Rim imperiyasi deb ko'rgazmalarga bo'lingan. Dünya tarixi ve medeniyeti bilan tafsili tanishib chiqa olasiz. Hamma ko'rgazmalarni tafsili ko'rib chiqaman desangiz, bir kun vaqtingiz yetmasligi mumkin. Men o'zim qiziqqan ve yaxshi ko'rgan O'rta Sharq ko'rgazmasi, Asiya ko'rgazmasi ve qadimki Misr ko'rgazmalarini tafsili ko'rib chiqdim. Yani O'rta Sharq ko'rgazmasi ve Asiya ko'rgazmalarida biz Uyg'urlarga oid bir necha tarixiy buyumlar saqlanmoqda. Biz hazır musiqanı arlap bolduq. Hazır biz qahva içmekçi azra qosqumuzni to'yg'izilib. Bir avokado chicken sandwich aldım. Onun keyin dilzatmayadi bir burrito aldı. Bu mu chicken burrito deymi. Onun keyin tatlı aldık. İşte biz hazır Big Ben'ni kögünü aldık. Kögünü aldık. Big Ben. Keynim dilamaya aylansam. London Eye. Comes a vision dancing my way. The cosmic giggle invites us to play. When you see a line that's worth crossing, you gotta cross that line. That's the art of life. We belong together. We belong together tonight. In the art of life, we belong together. We belong together tonight. A magic potion for me and for you. Love is a dream, authored by two.
Biz bugün yana bir Uyg'urcha oshxonaga keldik, Qarmayda. Bundan qo'llarimiz chiqdi. Vaqtimiz bo'lganingcha. Ma'ning qishida aslida to'g'ri Londonga endi ko'rindi. Biz hozir Sky Gardenga chiqmoqchi. Vahşi charchadim men bugun, ammo bir 15 ming qadam mangandim bugun. Putim uzib ketay deb qoldi. Oxirga kelgancha chidamadim men qattiq. Bugun bir kun sirtda mengibdim mana. Chiqiyalarni ko'rdim bugun. Hozir uyga qaytib keldim. Hozir soat 10 o'tdi. Men darhol tayyorligimni qilib yotmoqchiman bugun. Baldur hozir o'sha 10 10:20gacha yetib olmoqchi, yetib degan qo'yib. Arlaydigan yerlar bor. National Gallery'ni arlaymiz. Ondan keyin Notting Hill'ga boramiz. Bazaar arlayman. Buckingham Palace'ga boramiz. Camden Market. Eşegim bormoqchi ulgura olsam, hotelimning yanadagi Hyde Park'ga kirmadim. Shu bog'chaga bir kirish kerak. Bugun jiq vlog qilmadim. Bugun asos jihatdan o'zim ko'rdim bugun aylanib. Ammo jiq so'zlamadim, jiq manzaralarni topdim. Unda bo'lsa, ko'rishaylik bugungi vlogimni oxirlashtiray.